Xo'p, bugun demak hajm mavzusi, 5-mavzu. Hamma tayyor bo'lsa boshladik. Xo'p, hozircha mana 10 kishi qo'shilibdi, demak boshlasak ham bo'laveradi. Demak, mana hajm. Masalan, idishdagi suvning hajmini qanday topsam bo'ladi yoki ushbu kubni hosil qilish uchun nechta kubcha ishlatilgan? Bu qutiga shunday kubchalardan nechtasi sig'adi? Shunga o'xshash savollar mana tuzilgan. Endi buni sekin-sekin ko'rib boramiz. Xo'p, mana demak, kub 6 ta kvadrat shaklidagi yo'qlarga ega va kubning barcha qirralari o'zaro teng. Ya'ni, mana bu bitta tomonini, masalan, A desak, qolgan barcha tomonlari demak A dan bo'ladi mana. Barcha qirralari A dan bo'ladi. Xo'p, endi kuboid bu 6 ta to'g'ri to'rtburchak yoki 4 ta to'g'ri to'rtburchak va 2 ta kvadrat shaklidagi ko'p yo'qlarga ega. Mana bu kuboid bo'ladi. Endi hajm, masalan, ularning hajmi qanday topiladi va hokazo. Masalan, mana hajm mana bunaqa 1 litr yoki 500 mana millilitr kabi o'lchanadi va mana bular 400-300 millilitrlar. Idishning sig'imi shunga qarab demak topishimiz mumkin. Endi fazoviy jismlarning hajmi masalan hammasi 1/1likdan bo'ladi. Shuning uchun ham uni hajmi 1 kub birlik deb ataladi. Ya'ni 5 metr kub, 6 metr kub yoki 5 santimetr kub, 10 santimetr kub va hokazo. Demak, bo'yini, enini, balandligini uchalasini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Xo'p, mana masalan mana birlik kublar soni 5 ta deyapti. A jismining hajmi mana 5 kub birlik. Ya'ni nechta bor? Mana bitta, masalan mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, mana bu orqasida ham bitta bor. 5 ta, jami 5 kub birlik deb ataladi. 5 kub birlik. Xo'p, nechta kublardan tashkil topgan bo'lsa, o'shancha kub birlik bo'ladi. Xo'p, endi mana bu qo'lda bajaradigan, ya'ni nechta bo'lsa sanab turib kubini olinaveradi, unda muammo yo'q. Xo'p, endi bajaring va o'rganing. Mana buni ko'rib chiqsak. Xo'p, quyidagi jismlarning hajmini toping deyapti. Xo'p, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta va 7 ta bor. Demak, 7 kub birlik, ha? Xo'p, mana bu. Demak, bu tomonda 1, 2, 3, 4, 5 ta, mana bu 3 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Demak, 10 kub birlik. Kub birlik. Xo'p, mana endi qolganlari. Mana bular 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, 14 ta. Demak, 14 kub birlik. Xo'p, bu tomoni mana 4 ta, 3 ta, 2 ta deyapti. 4, 3, 7, 8, 9. Bunaqasiga 2 qator. 9 kare 2 demak 18 ta kubik bor va 18 kub birlik. Xo'p, endi xuddi shu holatda mana Y bilan F. Xo'p, mana buni sanadigan bo'lsak, mana 1, 2, 3, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta, 15 ta, 16 ta, 17 ta. Demak, 17 ta kub birlik. Bu tomoni mana 3 ta bu tomonga, 2 ta bu tomonga, 5 ta mana bu bilan 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Demak, 9 ta kub birlik.
Xo'p, endi mana shundan men birlik kublardan foydalanib jismlarni yasay olaman deyapti. Demak, agar buni bilsangiz pichishka qilasiz, agar bilmasangiz pichishka qilmay qo'yaverasiz. Xo'p, mana shular. Demak, bizda mana shu joygacha yechim bo'ldi. Demak, qolgani mashq daftarida ishlab boramiz. Xo'p, endi shuni mashq daftaridan ko'rsak, Xo'p, mashq daftarimizda mana hajm. Hajmga keldik va buni sanaymiz. Birinchisi mana. Demak, 4 ta. Bu tomonga mana 4 ta bor. Mana tomon 3 ta, 2 ta deyapti. 9 ta bo'ladi. Birlik kublar soni demak 9 ta, hajmi 9 kub birlik. Bunisi 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Bu ham 9 ta ekan. Xo'p, xuddi shu usulda ishlab boramiz. Masalan, mana bu sesi. Sesida 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bor. Demak, 7 kub birlik. Bu tomoni 2 ta, 4 ta, 6 tadan 2 qator, demak 12 ta. 12 ta kub birlik. Bu tomoni 3 ta, bu tomon 4 ta. 12 ta, tevadagi 4 ta bilan 16 ta. 16 kub birlik va mana bu 5 ta yu 6 ta, 7 ta, 8 ta. 8 ta kub birlik. Qaysi jism eng kichik hajmga ega deyapti. Eng kichik hajmga kelsa, demak mana bu Y'si. Eng katta hajmga ega, demak mana bu 16 taligi, mana bu F. Xo'p, mana shu holatda xo'p, keyingilari 3 ta 9 ta bo'ladi. Demak, 10 ta 16 ta kub birlik. Mana bu. Xo'p, buniki 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta mana bu. Xo'p, endi bu tomonda bir qator 4 ta, 3 ta, 7 ta, 10 ta, 14 ta va 18 ta. Va 18 ta kub birlik. Buniki 4 ta, 5, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Mana bu 8 ta kub birlik. Va Y'si 4 ta bunaqasiga 3 ta, 12 ta, 13 ta, 14 ta, 15 ta kub birlik. Xo'p, mana bundan. 1, 2, 3, 4 ta bunaqasiga 4, 3, 2, 1. Mana bu 4 ta qator, 3 ta, 2 ta, 1 ta bo'lyapti. 10 ta bo'lyapti tagida. Bu tomonda 3, 2, 1 bo'lyapti. Demak, 15, 16 ta, bittasi bilan 17 ta. Demak, 17 ta kub birlik. Xo'p, qaysilari teng deyilyaptimi savolda? Xo'p, demak, S bilan B'si teng. Demak, mana bu yerga yozib qo'yamiz. S va B'si bir-biriga teng. Xo'p, 139 va 140 ni yechimlarini qildik. Xo'p, demak, yechimlarni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu holatda yechib boriladi.
Buni hozir guruhga va YouTube kanalimizga videosini joylaymiz. Rahmat hammaga.